Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga Zubur 196 modeldagi Zuburlarimizdan yetib keldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bunimizda yangi holatda terib, Chusli akalarimizga, Namangan Chusdan kelgan akalarimizga terib ishlatib, tekshirib berdik. Xudo xolasa, bunimiz katta korobkali, motorlari ham original motorlar bilan jihozlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ko'pchilik akalarimiz so'rab turgan Zuburimizdan keldi. Suv datchik, moy datchiklari bor. O'zida bemalol suvni, moyini tekshirib ko'rib yursalaring bo'laveradi. Orqasida mana frezalari hamda bir korpusli katta lemixli pluglaridan olib kelib qo'yganmiz. Balonlari ham o'ziniki akalar. 612 lik katta Cherokee balonlardan qo'yilgan. Remi orqali harakat qiladi. Motorlari keladigan bo'lsa, salarkali motorlardan jihozlangan. Xo'p, motori 10 litr salarka bokli bo'ladi. Radiatoriga 5 litr suv yoki antipress qo'yib ishlatsalang bo'laveradi. Qo'shimcha bunga mana toshbaqa quyon skorslari bilan jihozlangan. Bemalol paujnida yurib, yerlarni haydasalaring bo'laveradi akalar. 360 gradusga buriladi. Mana shu holatda richaklarini bosib yursalaring, bir tarafini bossalaring blokirovka bo'ladi. Frezalari ham yaxshi frezalardan qo'yilgan. Listlari ancha baquvvat. Reduktorlari ham, korobkalari ham katta holatdagi Zuburlarimizdan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. 25-yilda yangi mahsulot 196 motorlari ham 16 ot kuchiga ega bo'ladi. Motorni kilogrammi ham 145 kilolik motorlardan qo'yilgan akalar. Xo'p. Kimga shunaqa Zuburlarimiz kerak bo'lsa, bemalol Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilaverasizlar akalar. Optim narxlarda yetkazib beramiz. Motorlar original motorlardan qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ziga o'yib yozilgan. Kimga shunaqa Zubur traktorlarimiz kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga yo pastdagi telefon nomerlariga bog'lanishlaring mumkin.